وای به تو زدن. Bugun shanba tongida AQSh va Isroil Eronga zarbalar berishni boshladi va afsuski Yaqin Sharqda yangi urushni boshlab berishdi. Prezident Donald Trampning aytishicha, bu amaliyot AQShga xavf solayotgan xavfsizlik tahdidini bartaraf qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video murojaatida Tramp Vashingtonning Eron bilan o'nlab yillik ziddiyatlarini esladi. U eronliklarni bombalar har joyga tushishi mumkin deya panoh joyda qolishga chaqirdi. Biroq u shunday qo'shimcha qildi: biz ishni tugatganimizdan so'ng hukumatingizni qo'lga oling. U sizniki bo'ladi. Balki bu avlodlar davomidagi yagona imkoniyatingiz. Shuningdek, Tramp Eron hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligi kerakligini va buning oldini olishini aytdi. Biz ularning raketalarini yo'q qilamiz va raketa sanoatini to'liq vayron qilamiz. Biz ularning harbiy dengiz kuchlarini yo'q qilamiz. Biz Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligini ta'minlaymiz, dedi Tramp. AQSh harbiylari ham Erondagi nishonlarga qarshi qator zarbalarni boshlaganini bildirgan. Havo va dengiz amaliyotlarining qamrovi aniq emas. Amaliyot bir necha kun davom etishi kutilmoqda. Pentagon operatsiyani Operation Epic Fury, g'azab operatsiyasi deb nomlagan. Amaliyot doirasidagi birinchi zarbalar to'lqini asosan eronlik rasmiy shaxslarni nishonga olgan, dedi masaladan xabardor manba. Isroillik rasmiyning aytishicha, Eron oliy rahbari Oyatulloh Al-Xomanaiy va prezident Mas'ud Pezeshkian ham nishonga olingan, ammo zarbalar natijasi aniq emas. Bundan avval Reuters va New York Times manbalari Xomanaiy Tehronda emasligi va xavfsiz joyga ko'chirilganini aytgan. Eron hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, Inqilobiy gvardiyaning bir necha yuqori lavozimli qo'mondonlari va siyosiy amaldorlar halok bo'lgan. Lekin bu ma'lumotlar rasman tasdiqlanmadi. Eron Inqilobiy gvardiyasi Isroilga qarshi javob tariqasida raketa va dronlardan iborat birinchi to'lqin hujumlar boshlanganini bildirdi. Xususan, Eronning yarim rasmiy Fars axborot agentligi xabar berishicha, eronliklar tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumlari mintaqadagi AQSh harbiy bazalarini nishonga olgan. Xabarda aytilishicha, hujumlar Qatardagi Al-Udayd aviabazasi, Kuvaytdagi Ali Al-Salam aviabazasi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Ad-Dafra aviabazasi hamda Bahraynda joylashgan AQSh 5-flota qarorgohini qamrab olgan. Shundan so'ng Bahrayn AQSh 5-flota xizmat ko'rsatish markaziga raketa hujumi uyushtirilganini ma'lum qildi. Bahrayndagi guvohlar tomonidan olingan videolarda kichik orol davlati sohili yaqinidan qalin kulrang tutun ko'tarilayotgani, sirenalar yangrayotgani ko'ringan. Ko'plab guvohlar Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabining turli hududlarida kuchli portlashlar ovozlarini eshitgan. Ad-Dafra va Botin tumanlaridagi boshqa guvohlar ham kuchli portlashlarni eshitgan. Amirliklar Mudofaa vazirligi bayonotida Eron tomonidan uchirilgan bir necha ballistik raketalar urib tushirilgani, shuningdek poytaxt Abu Dabida tushgan parchalar oqibatida bir kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari bu keskinlashuvga javob qaytarish va o'z hududini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish huquqini eslatdi. Qo'shni Arab davlati Qatar esa mamlakatga qaratilgan barcha raketalar urib tushirilganini ma'lum qildi. Eronning Xorg oroli yaqinida ham portlashlar eshitildi. Eron xom neftining 90%ni Tor-Xurmuz bo'g'ozi orqali eksport qiladi. Eron va uning ko'pinlik raqiblari o'rtasidagi yangilangan to'qnashuv Tehronning G'arb bilan yadroviy bahsi bo'yicha diplomatik yechim topish umidlarini yanada so'ndirdi. Bu hafta AQSh va Eron o'rtasida o'tgan 3-bilvosita muzokaralar yangi urushning oldini olishi mumkin bo'lganiga ko'z berdi. Jahon aviakompaniyalari Yaqin Sharq bo'ylab parvozlarni bekor qildi. Butun Fors ko'rfazi bo'ylab deyarli barcha davlatlar havo hududini yopgan. Guvohlarning aytishicha, Eronda odamlar banklardan naqd pul olish uchun shoshmoqda. Shaharlarda yonilg'i qo'yish shoxobchalari oldida uzun navbatlar paydo bo'ldi. Ko'pchilik internet uzilishi ehtimolidan ham xavotirda. Isroillik mudofaa rasmiysi operatsiya Washington bilan oylab muvofiqlashtirilgan holda rejalanganini, boshlash sanasi esa haftalar oldin belgilanganini bildirdi. Isroil harbiylari maktablar va ish joylarini yopishini va jamoat havo hududini taqiqlashni e'lon qildi. Isroil fuqarolik parvozlari uchun havo hududini yopdi. AQSh va Eron fevralda yadroviy bahsni hal qilish maqsadida muzokaralarni yangilagan. Eron atom bombalarini qidirayotganini rad etib,
sanksiyalar bekor qilinishi evaziga yadroviy dasturni cheklashni muhokama qilishga tayyorligini bildirgan, ammo raketa masalasini bog'lashni rad etgan.